Salom hammaga. Mening ismim Norboyev Azizbek. Men Andijon tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 8-A sinfida o'qiyman va mening do'stim. Assalomu alaykum. Mening ismim Toliboyev Shamsiddin. Men ham Andijon ixtisoslashtirilgan maktabining 8-A sinfida o'qiyman. Bizning bugungi loyihamiz robototexnika to'garagida tayyorladik va bizning loyihamizning nomi Smart Bell bo'lib, bu maktablarda har tanaffusda navbatchilar tugmani bosib qo'ng'iroqni chaladi. Bizning loyihamiz kompyuter tomonidan o'zi avtomatik vaqt orqali qo'ng'iroq chalinadi. Mana bu bizning sxematikamiz bo'lib, unda 220 volt kelayotgan o'zgaruvchan tokni mana bu tokni pasaytirib beruvchi qurilma 12 voltgacha tushirib beradi. Bizning mana bu elektromaydonli relemiz 5 voltda ishlaganligi tufayli biz yana bitta stabilizator qo'yib, uni 5 voltgacha tushirdik va Arduino Uno kompyuterda C++ dasturida yaratilgan kodlar orqali Arduino Uno'ga ulab, buni avtomatik chalinadigan qo'ng'iroq qildik. Shunday bo'lib, Arduino Uno aniq vaqtda qo'ng'iroqni ishga tushirishi uchun biz bunga soat datchigini qo'shdik. Soat datchigi Arduinoga aniq vaqtni ko'rsatib turadi. Aniq tanaffus vaqti bo'lganda Arduino Uno soat datchigi orqali vaqtni bilib, relayga buyruq beradi va relay qisqargandan keyin tok tutashgani sababli qo'ng'iroq chalinadi va bizning loyihamizda relay 10 sekund tegib turishi kerak. Buning uchun albatta biz millisekundlarda vaqtni belgilashimiz kerak. Hurmatli yurtdoshlar, biz bu qurilmamizni boshqa maktablarga ham taklif qilamiz va shu sababli darslar yaxshiroq o'tiladi va qo'ng'iroqni chalish uchun navbatchi kerak bo'lmaydi va do'stim bilan Hurmat bilan barchangizga Andijon ixtisoslashtirilgan maktabidan. Mana biz qurilmani maktab foydalanishga tayyor holatga keltirib uladik. Bu bizga tanaffus vaqtlarini aniq ko'rsatib bildirib turishga tayyor.